Shoshilinch xabar. O'zbekistonga 3-noyabr dushanba kuni sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib kelishni boshlaydi. Qator hududlarda yomg'ir yog'adi. Qorga aylanishi ham kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda biroz yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kechasi 0.5 daraja iliq, kunduz kuni 9-14 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'lib, kechasi yog'ingarchilik kutilmaydi. Kunduz kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Kechasi 3-8 daraja iliq, kunduz kuni 11-16 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, kechki tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kuni 15-20 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, kechki tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda shamol 13-18 metr sekundgacha kuchayib, chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 6-11 daraja iliq, kunduz kuni 14-16 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'lib, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Kechasi 4-9 daraja, kunduz kuni 15-20 daraja iliq bo'ladi. Tog'oldi va tog'li hududlarda havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi kutilmoqda.